Assalomu alaykum Instagram parket kuzatuvchilari. Bugungi yangi obyektimiz. Avvalo prirodasi bilan bir tanishtirib o'tay. Nihoyatda chiroyli bo'lgan manzara oynasidan uyda egalariniki bu qayoqlar ham. Biz bu yerda parket qo'yyapmiz. Parketni spesialniy apparatda o'rtasiga mamka ochib, shu holatda qilib solib bitiramiz xudo xolasa. Bu hozir fresh deymiz, ya'ni chegasini mana bu holatda bunday qilib to'ldirib chiqamiz. Xudo nasib qilsa ertaga. Instagram parketni kuzatishda davom etinglar.